O'zim necha yildan beri qish uchun berkitadigan 5 minutga yoki shakarobni sizlarga ham o'rgataman. Ishoninglar, hamma ovqatlar bilan idealniy ketadi. Dastavval bodringlarni muzdek suvga kamida 2 soatga bo'ktirib qo'yamiz va katta-katta qilib to'g'raymiz. Hamma masalliqlar xuddi shu tarzda to'g'raladi. Endi qozonimizga yetarlicha yog' quyib, bo'yiga to'g'ralgan piyozlarning yarmini solib, salgina rang kiritib qovurib olamiz. Oldindan po'sti archilgan va to'g'ralgan pomidorlarni ham qo'shamiz. Chiqib ezilib pishguncha 20 minut yoki yarim soat milqillatib qaynatamiz. Orada tuz ham qo'shamiz. Ana endi boya olib qo'ygan piyozlarimizni ham qolganini qo'shib 5 minut qaynatamiz. So'ngra birin-ketinlikda xohishinglarga ko'ra qalampir, karom, chesnoklarni solib yana 5 minut qaynatamiz. Orada shunaqa aralashtirib turish ham yodingizdan chiqmasin. Karomlar salgina yumshagandan keyin bolgarskiy, jandu va ukroplarni ham qo'shamiz. Bitta qaynab chiqqach, bodringlarni ham sovuramiz. Uzog'i 5 minut qaynashining o'zi yetadi. Tuz, namakni to'g'irlab, bankalarga bekitishdan oldin 70% uksusdan 1 osh qoshiq qo'shib, bitta aralashtirib, tezlikda berkitib olasiz. Sababi olovda ko'p qolib ketsa, masalliqlar ezilib ketishi mumkin. Ana endi tayyor 5 minutkalarni teskari to'nkarib, ustini yaxshilab o'rab qo'yamiz. Bir kecha turgach, bemalol joylab qo'ysanglar bo'ladi. Issiq kunda o'choq boshida sizlar uchun ate tayyorlab ko'rsatdim. Bir dona like bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Aytgancha sizlar fikringlar men uchun muhim. Sizlar qay tarzda berkitasizlar? Albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Ana endi meni kanalimga tez ulanib olinglar. Hali bundan-da zo'r retseptlarni birgalikda tayyorlaymiz. Yo'qotib qo'ymaslik uchun esa saqlab qo'yinglar. Videoni bo'lsa, banka bekitmoqchi bo'lgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Hammaga yoqimli ishtaha.